Oysha onamiz aytadilar, kunlarning birida rashqim kelib, "Namuncha ko'p eslaysiz?" dedi. Qachon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uydan chiqib ketsa, Hadija onamizni eslarida maqtab qolar edi. Hadija undoq edi, Hadija undoq edi. Namuncha ko'p eslaysiz uni? Axir Alloh undan yaxshirog'ini berdi-yu. Ya'ni bir qari kampir edi-da, juvon edi. O'ziga kinoya qilib, o'ziga ishora qilib, yaxshirog'ini berdi-yu dedi. Shunda payg'ambarimiz Alloh menga undan yaxshirog'ini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganlarida u iymon keltirdi. Odamlar meni yolg'onchi qilganida u meni tasdiqladi. Odamlar meni mollaridan man qilganida moli dunyosi bilan menga ko'mak berdi. Alloh meni boshqa ayollarning emas, Hadijaning farzandlari bilan meni rizqlantirdi. Faqat Hadija onamizdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam